Ey hemşirem, sahabe ayollarning hayotida siz oladigan nurg'un ibratlar bor. Siz hozir ajoyib hikoyadan birini anglash oldida turibsiz. Siz hozir Hazrati Julayb bilan birga. Julayb bo'ypaka, o'ruq, chiroyi yiqimsiz bir sahoba edi. Bu sifatlar albatta ayol zoti xohlaydigan sifatlar emas. Bu qiyomatgacha shundoq davomlashadi. Ammo Julaybning dunyodagi eng cho'ng boyligi Rasulullohning uni yaxshi ko'rganligi edi. Bu eng cho'ng boylik va mangu davomlashadigan bir ne'mat edi. Ammo har bir odamning turmushga tutgan bir prinsipi bor. Rasululloh Julayb ibn o'ylab qo'ymoqchi bo'lib, ansarlardan biriga qizingni uningga yotliq qilgin dedi. Ansar albatta xursandlik bilan ya Rasululloh dedi. Rasululloh men uni o'zimga so'ramayman dedi. Ansar sahoba undaqda kim uchun ya Rasululloh dedi. Rasululloh Julayb uchun deb javob berdi. Sahoba undaq bo'lsa onasi bilan maslahatlashib, ondan javobini beray dedi. Ayoli yo'q, Alloh bilan qasam uni yotliq qilmaymiz dedi. Sahoba bu javobni Rasulullohga yetkazmoqchi bo'lganda, qizi meni kim so'rab kelibdi deb so'radi. Qizning ota-onasi Rasululloh sizni palonchiga so'rab kelibdi deganida, qiz sizlar Rasulullohning taklifini rad qilyapsizlar? Men qabul qildim. Allah meni hargiz zoyi qilib etmaydi dedi. Shuning bilan ular nikohlandi. Keyin bir urush bo'ldi. Payg'ambar alayhisalomning urush oxirlashgandan keyin aranglarda izdirik yo'q birarsanlar bormi deb izlaydigan bir odati bor edi. Sahobalar hammamiz to'liq dedi. Rasululloh, ammo men Julaybni yo'qotib qo'ydim. Uni topolmayapman dedi. Sahobalar Julayb ibn izladi. Julayb 7 kishini o'ldirib, ondan shahid bo'lgan edi. Sahobalar Rasulullohga uni topganligini aytdi. Rasululloh Julaybning yoniga kelib, uning 7 kishini o'ldirib, ondan shahid bo'lganligini bildi. Va ey Rabbim, Julayb mening qatorimdan. Men Julaybning qatoridan degandan keyin uni yerga yotqizib qo'yib, qabri ko'lashga yordamlashdi. Qabrini ko'lab bo'lgandan keyin Rasululloh tushib, uni yerlikka qo'ydi. Ey hamshiram, Umar ibn Xattob qizlaringlarni ko'rimsiz erlarga zo'rlamanglar. Chunki ularning o'zlari yoqtiradigan birlar bo'ladi. Ya'ni kishilarmi go'zallikka intilgandek, ayollarmi chiroyli erlarga intildi degan. Bu qissadagi qiz payg'ambarning amrini o'zi xalab, tabiiy moyilligi bilan qabul qildi. Agar u bu nikohni qabul qilmagan bo'lsa-mu, gunohkor hisoblanmaydi. Bu payg'ambar alayhisalom talab qilgan shaxsiy turmush hayoti bo'lib, dinning buyrug'i va yoki shariatning hukmi emas edi. Qiz bola bu vaqtda hech qanday majburlanishga loyiq emas. Dunyoda hech kim sizni siz yoqtirmaydigan biriga yotliq bo'lishga zo'rlayolmaydi. Bu adabsizlik va yoki dinga qarshi chiqqanlik emas. Allah Taala nikohni iffat nomusini qo'g'dab qilish uchun yo'l qo'ygan. Yigit qizning iffatini qo'g'dash uchun. Aqli bor ikki kishi shuni aniq biladiki, juftigi bo'lgan xushallik va yoqtirish u yoqtirmagan kishiga qaraganda yiqilishiga turtki bo'ladi. Bu bo'lsa iffat nomusini saqlashga va halol bilan ko'payirishga turtki bo'ladi. Ey hamshiram, ota-onalarning qizlarga bilimlik, xizmati bor boy kishilarni tanlash huquqi bor. Bularning bunday qilishida hech qanday xatolik yo'q. Aksicha bu omonatni yaxshi qo'g'diganlik bo'ladi. Chunki qiz farzandning ota-onasi ularni bir kishiga yotliq qilishi ularga berilgan bir omonat hisoblanadi. To'g'ri, biz avval diyonat va axloqni izlashimiz kerak. Lekin nima uchun diyonat bilan go'zallik birlashmasin? Nima uchun diyonat bilan yaxshi xizmat birlashmasin? Nima uchun diyonat bilan yuqori saviyali kishilar birlashmasin? Amaliyotda bular birlashsa-mu hech qanday bir to'salg'i bo'lmaydi. Ota-onalarning qizlar uchun yaxshiroq juft izdishi albatta maqtashga tegishlik tirishchanlik. Har bir oilaning o'z oldiga qoida usullari bor. Hatto bu qissadagi qizning ota-onasi qizning Julaybga turmushga chiqishini rad qilsa, ularga gunoh bo'lmaydi. Nikoh talabi qizning ota-onasiga qo'yiladi.
Hattoki taklifni sungan bir payg'ambar bo'lgan taqdirdimi, ularning bu taklifini qabul qilish va rad qilish huquqi bor. Lekin go'zallik, nozu ne'mat, boy-boyashatlik muhim bo'lsa-mu, bularni birinchi o'rinda qo'yib olish boshqa bir ish. Bu ikkisi orasida farq bor. Faqat boylikni ko'zlab cho'pdan tanlagan kishi yo'ldosh emas, balki tijoratchi tanlagan bo'ladi. Go'zallikka intildigan qiz cho'p emas, balki kiyim-kechaklarga to'lgan bir model istagan bo'ladi. Qizlarning juftini ularning yaxshi mansibiga, jamiyatdagi o'rniga qarab tanlaydigan oila xorlikqa qarab mangan oiladir. Chunki izzat insondan izlolmaydi. Ey hamshiram, birinchi bo'lib tanlagan kishi dindor bo'lishi kerak. Qolgan sifatlar uningdan keyin bo'lsin. Go'zallikni zamon ep ketadi, ammo axloq doim o'rnida qolib qoladi. Mol dunyo yo'qaydi, ammo axloq o'z o'rnida turaveradi. Kuchlik o'rinlar ojizlashadi. Nikohdan keyin axloq bizni texmi go'zal ko'rsatadi. Agar siz axloqsiz bir boy yigitga turmushga chiqsangiz, uning yomon axloqi sizning umr bo'yi hasrat ichida o'tishingizga sabab bo'ladi. Shuning bilan sizga kuyinadigan, sizga yaxshi muomala qiladigan kambag'al yigitni orzu qilib yashaysiz. Uy makonlari kengri bo'lib, qalbingiz tor bo'lsa, sizga nim foydasi bo'lmoqchi? Bir davlatdan boshqa bir davlatga safar qilib o'ynagan bilan qalblarda qayg'u bo'lsa, nima o'zgarmoqchi? Sibu zinnatlar ipakdan ko'ynak kiygan bilan qalbimiz xotirjam bo'lmasa, bularning zanjir kishandan nima farqi bor? Ko'ngil so'ygiga, yaxshi muomalaga intizor turib, go'zal taomlar bilan qo'saq to'yg'izganning nima foydasi? Xuddi meyit to'shiydigan mashinaga o'xshash g'amkin holatda o'ltirgan isil mashinlarga chiqqanning nima foydasi? Amaliyotda ularni so'ygisizlik va aziyat o'ltirib bo'ldi. Faqat ularning vafoti e'lon qilinmadi xolos. Ey hamshiram, bir kelishgan ham boy bir yigit qiz so'rab kelganida, qizning otasi yigitdan bomdod namozining vaqtini so'raganda yigit bilmayman deb javob bergan. Shuning bilan ota o yigitni rad qilgan. Juft tanlashda uning chiroyi va muomalasining yiqishi albatta muhim. Ammo siz uning qalbiga qarashni unutib qolmang. Uning xizmatining sizga yiqishi albatta muhim. Ammo siz uning ota-onasiga qanday muomala qildiganligiga nazar solishni unutib qolmang. Chunki o'zini tarbiyalagan onasiga yaxshi muomala qilmagan kishi sizga mu yaxshi muomala qilmaydi. Albatta uning qanchalik kirimi borligini bilish muhim. Ammo siz uning Rabbi bilan bo'lgan munosabatining qandaqligini bilishni unutib qolmang. Chunki Allohdan qo'rqadigan bir kishi garchi sizni yaxshi ko'rmagan taqdirda sizga hargiz zulm qilmaydi. Agar sizni yaxshi ko'rsa, beshiga toj qilib, ko'tarib asraydi. Shuning uchun dindor kishilarni izdanki, oilangiz barakatga to'lsin. Ey hamshiram, kambag'allik ayib emas. Rasulullohning uyida ba'zida qalig'ili o'tin bo'lmasa, suv bilan xo'rmidil tamoq etadi. Amaliyotda Rasulullohning ayollari eng hurmatga sazovar ayollar edi. Mehnat qilish ayib emas. Ularning bizni halol yemak-ichmak va kiyim-kechaklar bilan ta'minlashi yetarlik. Zakariya alayhisalom yog'ochchi edi. Davud alayhisalom o'z qo'li bilan ishlab topgan narsalarni yeb hayot kechiradi. Doktorlar yog'ochchidan ustun emas. Ustun bo'lgani ularning odimiyligi va axloqi. Ministr qarovullardan ustun emas. Ustun bo'lgani ularning qalbi va dini. Nikohda pul-mol, mansabdan muhim o'rinda turadigan ishlar bor. Shuning uchun siz avval ularni izlang. Keyin qolganlari o'zligidan hal bo'ladi.